Tak videoni boshladik. Xullas, mana shu mikrofonini Husanini olib keldim. Bu Hasan bo'lsa, ya'ni ikkalasi bir xil. Duokes. Xullas shunga pantograf olishga boshim qotib qoldi-da. Keyin dedim, shuni ham bitta video qilib qo'ya qolay dedim. Mana bu pantograf bizda Saramonic, hozir aniq model esim kelmayapti. CR-HC2 mi? Xullas, hozirgi kunda shu 8000, 850 ming so'm atrofida turadi. Xuddi shunaqa qanaqa pantograf bor ekan deb meni boshim qotdi. Va qarasam Boyaniki bor ekan. Boya bizda mana bitta olib qo'ydik. Men shuni obzor qilmoqchiman o'zi. Bugungi obzorimiz mana Boya BA20 degan model. Xullas, mana Saramonic qanaqa bo'lsa, birga bir chiroyli chopilib, luks kopiya qilingan variant hisoblanadi. Mana shuni bugun sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Xo'p, kimdir o'ylashi mumkin, o'zi 450 mingga ham hozir pantografi bilan mikrofon beryapti-ku. 600 mingga, bu 620 ming atrofida olindi-da. Bu payt olingan paytda dollar kursi 13 ming edi. Chaqib hisoblab olasizlar. Sababi bir oy yoki ushbu videoni 2 yildan keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, narx-navo o'zgargan bo'lsa, shu dollarga nisbatan arenderni olsanglar, hisob-kitob qilishga qulay. Xo'p. Ushbu pantograflarni o'zi nima afzalligi bor va nima uchun men 620 mingga ushbu pantografni oldim? Buni asosiy sababi o'sha kichkina Xitoy pantograflar yoki 150-200 ming, hatto 300 ming so'mga pantograf topsak bo'ladi. Xitoyniki. Birinchisi, uni menga yoqmaydigan jihati dizayni. Mana bu joyda prajinali, bir nimali bo'lib turadi va mana bunaqangi korpusi baquvvat bo'lmaydi. Ya'ni qalin bo'lib baquvvat bo'lmaydi, bu bir. Ikkinchisi, ularni mana bu vertikal va gorizontal deydigan bo'lsak, mana bu tanasini bularniki 25 cm ga 25 yoki 30 ga 30, uzoqqa borsa 35 cm ga 35 cm bo'ladi. Bu juda ham kichkina, ya'ni turib video olmoqchi bo'lsanglar, mana mikrofonni balandroq tepagacha ko'tarsanglar bo'ladi yoki mana bu yoqgacha bu pantograf olib kelsanglar bo'ladi. Buni tanasiniki 65 ga 55 cm, ya'ni anchayin katta va baquvvatroq va shunaqa bo'lgani uchun ham, misol bu duokes kichkinada o'sha quad keslarni ossanglar yoki katta mikrofon qo'ysanglar ham haqiqatdan ham yaxshi ko'tarib turadi va baquvvatroq va g'o'dasiga ham yarashadi. Ba'zan podkastlarni ko'rib qolaman, ya'ni katta shur mikrofon yoki yaxshi mikrofonlarga kichkinagina pantograf qo'yib qo'yishgan bo'ladi. Xitoyniki, prajinali pantografmi bilinglar, Xitoyniki va juda ham ishlatishga salmam harakati ham menga o'xshab plavni, yumshoq emasda, ancha noqulay ular. Shu uchun ham xarid qildik. Ya'ni ochib ko'ramiz, qani komplektda nimalar bor. Boya mana B20 nomlangan. Mana bizning pantografimiz. Biz o'qimaydigan o'zi kichkinagina yo'riqnoma ham shart emas o'zi bunga. Mana bir narsasi. Xo'p, mana eng glavnisi bizda shu stolimizga qotirishimiz uchun bizda mana bunaqangi joyi maxsus, mana pastki qismi va burchiga qotirishga stollarga hamcha 8-9 cm gacha bo'lgan bunaqangi qalinlikdagi stoldagi biz ushbu oyog'ini qotirsak bo'ladi. Undan keyin mikrofonga ulash uchun o'zini bunaqangi perxatnik qismi, mana mikrofonimizga qo'yish uchun va o'sha mana pantografi o'zi, ya'ni boyaga aytganimdek ancha baquvvat, mana e'tibor beringlar. Birga bir kopiya desak ham bo'ladi. Undan keyin o'sha Xitoy mikrofonida chiqmaydigan juda ham o'zi detalli narsa hisoblangan. Mana kabel menejment qilib qo'yish uchun mana o'zini akkuratni, yana bunaqangi xamut deydimi, nima deydi? Shunaqangi narsasi. Mana. Kelinglar, unda korobkalarni pastga qo'yamiz deyman. Aynan mana shu mikrofonimni mana shu pantografga qo'yib, qotirib, men yonimga yig'ib olaman. Xo'p, boya bitta joyda sal adashimiz aytib ketdik. 62 ga bu 55 cm ekan. 65 emas. 62 cm ga 55. No, ba'zan o'sha boya aytgandek, Xitoy mikrofonlardan ko'ra bu ancha yaxshiroq va aqlliroq. Azan xursand bo'ldim bular. Yangi bo'lganiga qattiqroq ekan. Ana bizning pantografimiz bir xil bo'ldimi endi. Xo'p, mana shu pantograf haqida hamcha kerakli ma'lumotlarni bilib oldinglar bemalol deb o'ylayman. Mana xuddi mana shunaqangi ko'rinishda bizani ajoyib mamta kabellarni o'tkazib, akkuratlik qilib, xuddi bunaqa ko'rib turganidek, endi qilib o'tirmadim. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda chiroyli qilib
kabel management qilib qo'ysak bo'ladi. Bemalol. Marhamat, kimgadir shu pantograf yoqqan bo'lsa, boshqa do'konlarni ko'rib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Modeli o'sha bo'yi BA20 deb nomlangan pantograf hisoblanadi. Agar siz tavsiya qilasizmi deydigan bo'lsangiz, albatta shunaqangi pantograf olmoqchi bo'lsangiz, mikrofoningizga yaxshi pantograf olishinglarni men tarafdoriman. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.